hozir tarmoqlarni ko'rib o'tirib, hozir emas endi anchadan buyon tarmoqlarni kuzatib o'tirib judayam o'zimizga judayam rahmim keldi, judayam rahmim kelib ketyapti. O'xshash narsalar yuz beryapti-da. Nimaga o'xshash? Hozir mana aytib bersam, o'zinglar ham ha, to'g'ri deb qolasizlar. Yoshligimizda, bolaligimizda buvim rahmatli qiyomat haqida, dajjolning chiqishi, qiyomatda yaqinliklari haqida turli hikoyalar aytib berardi. Aytishicha, qiyomatga yaqin odamlar domlalarga, shu ilm ahliga, musulmon shu din ahliga ishonmas ekanlarda, qanaqadir Xudoning la'natiga uchragan, shu dajjol sifat, shunaqa bir kofirlarga, shu arzimagan odamlarni gaplarini ma'qullashib, shularga qo'shilishib, shularda daho qilishib, osmonlarga ko'tarishib chiqishar ekanda, shunaqa ishonib qolishar ekan, shularda aytganini qilar ekan. Ular ko'zlariga shu dajjol sifatlar ko'zlariga farishta bo'lib ko'rinar ekan. Yana buvim aytardi, o'sha hattoki o'sha dajjol chiqib olib, birinchi men payg'ambarman derkan. Payg'ambar deb unga odamlar ergashar ekan. Undan keyin men xudoman derkan, xudoman deb da'vo qilar ekan. Hozir qanday qilib bunaqa qiladi, qanday qilib deb hayron qolardim o'shanda-da, yoshligimda, bolaligimda. Endi hozir bu narsaga hayron bo'lmayapman. Mana hozir ko'rinib turibdi-yu. Bitta dajjol sifatlarni biz hozir avliyo, farishta deyapmiz-da. Ertaga albatta dajjol chiqadigan bo'lsa, bu ketishda albatta xudo deymiz. Peshonasida kofir degan yozuvi bo'lar ekan deb aytardi buvim rahmatli. Uni faqat yuragida iymoni borlar ko'ra olar ekan derdi-da. Masalan, aqli bor odam albatta bu narsani peshonasida yozmasa ham ko'ra oladi-da, kofirligini. Nega biz bir haligi Xudoning la'natiga uchraganlarga ergashishimiz kerak, ularni gapini ma'qullashimiz kerak? Axir dajjol shu narsaniga erishmoqchi bo'lar ekan. Hammani xuddi nazarda u yaxshilik qilayotgandek, insonlarni qutqarayotgandek shunaqaga o'xshatar ekanda o'zini. Ishonasizlarmi? Hattoki o'zim ham shu aylanib turib o'shanaqa odamlarni nimalarga kirib qolyapman. Primo efirlarga kirib qolyapman yoki bir qo'ygan kontentlarini ko'rib qolyapmanda, o'zim ham shu like bosib yuryapman manaqa deb. To'g'ri gap, zo'r gap shunaqa tuyulyapti-da o'zimga. O'zim ham to'g'ri deb yuryapman-da. Keyin anchadan keyin o'ylanib qolamanda, nega to'g'ri? Men kimni ma'qullayapman? Men kimni gapini men zo'r deyapman deb o'zim ham hayron qolyapman-da o'zimga. Hattoki aytishgan, mana buvam aytardi, bobom aytardi. Albatta to'ringda kim o'tirsin? Sendan Qur'onda bitta harf ortiq bildimi? O'sha odam seni hurmatingda bo'lsin. O'sha seni to'ringda o'tirsin. U sendan ulug' inson. Yosh qat'iy nazar, yoshidan qat'iy nazar. O'shani to'ringga o'tkazib qo'y derdik. Lekin hozir biz hattoki domlalarni ham so'kib yuryapmiz. Domlalarni ham o'sha la'natlanganlardan pastga qo'yyapmiz, tuproq qilib tashlayapmiz. Axir ular bizdan qancha ilm oshiqcha. Shunga men juda ham hayronman, shunaqa achinib ketyapman. Dajjol sifatlardan ehtiyot bo'laylik, ergashmaylik. Men to'g'ri gapirgandek bo'lsin, men haq bo'lgandek bo'lsin, lekin ko'zimizni ochaylik. U kimlar ular? Biz juda ham qiziquvchan xalqimizda. O'shanaqa kontentlar uchrab qolsa, primo efirlar uchrab qolsa, albatta kommentariyasiga qiziqamiz. Hammamiz olg'a deymizda, kommentariyaga kiramiz, kim nima deyapti deb. Men ham xalqning fikrini bilishga juda ham qiziqaman. Qani kim nima deyapti deb albatta kommentariyasiga kiraman-da. Kirsam, albatta uni daho qilib, unaqalarni farishta qilib ko'klarga ko'tarib, shunaqa qilib yuborganlar juda ham ko'p uchraydi.
achinaman shunaqa narsalarga, lekin so'kishib yubormasin deb men o'zimni bosaman, kommentariy yozmayman. Lekin ayrimlar shu chidamay ketadi deymanda, chidashmasdan yozishib yuboradi. Xudoga shukur, qalbi pok, ko'zi ochiqlari ham bor insonlar juda ham ko'pmiz biz. Ayrimlarimiz sukut saqlaymiz, ayrimlarimiz o'sha joyda gapirib boramiz. Xullas yaqinda bittasi yozib bordi, shuna deb, sen kimsan dedi. Sen kimsan? Sen kim bo'libsanki senga ishonishimiz kerak. Sen axir bunday o'ylab qarasang, ikkita odamni orasiga sen nivoq tushiryapsan, ularni urishtiryapsan deb yozdi. Yozsa, unga javoban bir qiz kommentariy yozyapti. Sen kimsan? Oldin sen buni qilgan ishini qilib ol, seni qo'lingdan kelmaydi deb u erkak kishini behurmat qilyapti-da. Men shu erkakka juda ham tan berdim. U uni so'kmadi. Unga yana bir javob keltirdi. Albatta havas qilgan bo'lsangiz, ilohim farzandingiz xuddi shunga o'xshasin. Amin deb yozdi. Tamam. Voy, etim jivrab ketdi shu joyda. O'sha joyda men ham kommentariy yozib bordim. Yozishga majbur bo'ldim. Qo'lim ketib qoldi. Amin deb yozib bordim.